Şərq Türkistanlı qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünləri qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizin qısqaça məzmununa göz ataylı. Amerika, Xitay iki dövlətinin yuqori dərəcəlik rəhbərləri uçuruşida Blinken irqiy qırğınçılıqni tilga almadı. Xitaydan kelgan mahsulotlarni aniqlab chiqishga yordamchi bo'ladigan sun'iy idrok quroli yasaldi. Marco Rubio Tashqi ishlar ministrligining inson atkazchiligi dokladini tanqid qildi. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Yahoo xəbərlərinin 18 iyun günündəki xəbərə əsaslanganda Amerika və Xitay əməldarları yakshanba gündəki söhbətdə Xitay bilan Amerikanın ən ciddi kelishməsliklərini həll qıla almaganlığını, amma yoshurun ijobiy bir şəkildə müzakirə qılğanlığını, sözləşishə yana davam qıladiganlığını aytqan. 6 saatlik görüşdən keyin Amerika Tashqi ishlar ministrligining ministri Antony Blinken Xitay Tashqi ishlar ministri Chingangning Amerikani ziyorat qilish imkonini yaratgan bo'lsa-mu, Chingang ikki davlatning hozirgi munosabatining ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatgandan buyangi intayin tuvan ahvolda ekanligini, ikki tarafni ayirgan masala haqida ilgirlashlarni qo'lga keltirganligini, konkret bir vaqtni aytmasmi, ammo uyg'un bir vaqtda Amerikani ziyorat qiladiganligini, ikki tarafning mavjud munosabatining ikki davlat xalqining manfaatiga uyg'un emasligini, xalqaroning kutgan umididan yiroqligini aytgan. Blinken xato hisob va xato tushunishlarning xatirini azaytish uchun aloqalashib turishning muhimligini ta'kidlagan. Ikkili taraf kelgan yerdan orqaga chekinishni xohlamagan. Bu qatimqi ko'rishish balki kelar oylardagi Bayden bilan Xi Jinpingning ko'rishishining yo'lini ochadi ekan. Bu ko'rishish tijorat munosabatidan boshlab Xitoyning kishilik huquq dafsanchiliklari, Tayvan masalasi, Xitoyning Janubiy dengizda askar turg'izishi, Rossiyaning Ukraina ishg'olini qo'llashi qatorliq mazmunlarda bo'ladi ekan. Yakshanba kundagi uchrashishda Blinken Xitoyda tutqun qilingan amerikaliklarning qo'yib berilishini, Amerikadagi zaharlik chekimlik kirisiga yo'l ochayotgan fentanil javhirini ishlab chiqarish va eksportni to'xtatishda Xitoyning tirishchanlik ko'rsatish uchun besim qilgan va Amerika Tashqi ishlar ministrligining har vaqt Amerika xalqining manfaatini va qimmatlarini qo'g'daydiganligini, ittifoqdoshlari bilan birlikda xalqaro qonun va tartiblarga tayangan xalqaro vaziyatni qo'g'dash va taraqqiy qildirish uchun kurash qilganligini o'ttirg'a qo'ygan. Xitoy diplomatiya ministrligi bayonotida Amerikaning Xitoyga qarta obyektiv va aqlga uyg'un tunishni shakllantirishni, Xitoy bilan o'xshash yo'nalishda hamkorlashib, Xitoy Amerikaning siyosiy asosini saqlab qolishni umid qiladiganligini aytgan. Amerika, Yaponiya va Filippinning davlat bexatarlik maslahatchilari juma kuni tunji qatimliq birlashma suhbat o'tkazib, Xitoyning ortgan ta'siriga o'rtaq qarshi turib, davlat mudofaa hamkorligini kuchaytirishga qo'shilgan. Bu Bayden hukumati Avstraliya va Angliya bilan tunji bo'lib yadro energiyalik suvosti paraxoti bilan ta'minlash kelishim imzolagan vaqtga to'g'ri keladi ekan. Xitoy diplomatik hamkorlikni kengaytirish uchun harakat qilayotgan bo'lib, Hindi okean va Tinch okeandagi orol davlatlarida 5 yangi elchixona ochmoqchi ekan. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobidan buningga qarta inkos qaytirib, Bayden hokimiyatining Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblamasligi kishining nomusini keltirgudek bir ojizlik va tinch harakati. Bosh kotib Blinkenning irqiy qirg'inchilikchi bir hokimiyat amaldorlari bilan ko'rishishi bir rezillik. Amerika irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun mas'uliyatini ado qilish kerak dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandimi inkos qaytirib, Bayden hokimiyati Obamaning 2014-yili Sharq Turkistonning mustaqillik xotiri kunidagi Xitoy bilan terrorizmga qarshi turishda hamkorlik o'rnatib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga yeshil chiroq yoqib bergan, manfaatni inson haqlaridan ustun tutgan siyosatini yurgizyotidi dedi. Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio Tashqi ishlar ministrligining inson atkazchiligi dokladini tanqid qildi. Epoch vaqti xabar torining 16-iyun kunidagi xabarida Amerika Kengash palata a'zolaridan Marco Rubio Amerika Tashqi ishlar ministrligining 2023-yillik inson atkazchiligi dokladida Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakka selishning Kuba tibbiy atritining so'mirilganligining eksik qolganligini tanqid qildi. 15-iyun kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarning inson atkazchiligi bilan kurash qilish, inson atkazchiligi jinoyatining oldini olish, ezilganlarni qo'g'dashda strategiya tadbiri belgilashni maqsad qilgan yillik doklad tayyorlagan bo'lib, bu yilgi doklad Amerikani o'z ichiga olgan 188 davlatga aloqador bayonlarni o'z ichiga oladi ekan. Doklad e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Antony Blinken Amerikaning erkinlik va inson haqlariga vakillik qilganlik uchun inson atkazchiligi bilan kurash qilishi kerakligini,
27 million insonning haq huquqiga erisholmaganligini aytdi. Xitoy, Kuba va boshqa 9 davlat dokladning atkazchi davlat qo'llagan inson atkazchiligi degan temasida tilga olindi. Doklad yana inson atkazchiligidagi siyosat modeli hujjati, davlat mablag' solgan programmalardagi atkazchilik, davlatga munosabatli shirkatlar, tibbiy mulozimatlar va boshqa kasblarda majburiy emgakka selish, hukumat lagerlaridagi jinsiy qulluq va bala askar xizmatga qabul qilishdagi hujjat siyosati yoki andisi bor 11 davlatning hukumatini o'z ichiga oladi ekan. Doklad Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga zulm qilayotganligi va Kuba hokimiyatining davolash atritiga qilgan nachar muomalasi to'g'risidagi tafsiliy ma'lumotlar bilan ta'minlanmagan. Marko Rubio 15-iyundagi xulosa bayonotida zamonaviy qulluqning kishini cho'chitadigan ikki ahvolini gavlandirmasligi bema'nilik va nomussizlik. Kishilik huquq dafsanchiligini yakka davlat dokladida dafna qilish ko'pincha kishilar va muxbirlarning Amerika hukumatining Xitoy va Kubadagi qabiy jinoyatlarni astoydillik bilan qabul qilmaydiganligidan derak beradi dedi. Shuning bilan birga dunyodagi demokratik davlatlarning zolimlarning mas'uliyatini surishtirish axloqiy majburiyati borligini, Amerikaning adolat va javobgarlikni surishtirishda davomli ulgu bo'lish kerakligini ta'kidladi. Uyg'ur xalqining kishilik huquq va Sharq Turkistonning mustaqilligini tashabbus qiluvchi Salih Xudoyor, garchi G'arb dunyosidagi ba'zi davlat va parlamentlarning Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning yanada bostirishni davomlashtirayotganligini aytdi deyildi. Ultra texnika şirketi analistlarning Xitoydan kelgan mahsulotlarni va raqamli bozor supisi bo'lgan Timo vositasi orqali aniqlab chiqishga yordamchi bo'ladigan sun'iy idrok qurolini yasab chiqqan. Pentagonning 17-iyun kunidagi xabarga qaraganda, Timoning qurg'uvchisi va bosh ijroiya amaldori Ram Benson, biz Timoga majburiy emgakning oldini olish qonuniy nuqtasidan qaraymiz. Bu supa qonunga xilof mahsulotlarni bozorga silinadigan vaqtda bilalaydi. Mas'uliyatni surishti qiladigan vaqt keldi degan. Fox xabarlarining aytishicha, Ram Bensonning shirkati yoshirin aldamchilik masalasi mavjud barliq mahsulotlar uchun qilib va qizil bayroqlarni analiz qilish va kontrol qilishda zo'r miqdordagi yo'tkash transferlarini o'z ichiga olgan bir programmani loyihalagan. Ultra texnika shirkati Timoning mahsulotlarning ismi aniq bo'lmagan va iz qo'g'lig'ili bo'lmaydigan shirkat uchurlariga ulashadiganligini bayqagan. Xitoydagi Pinduoduo supisidagi o'xshash mahsulotlarni bog'lagandan keyin shirkat bu mahsulotlarning atalmish Xinjiangdan kelganligini bayqagan. Pinduoduo qonunsiz turda mushtarlarning yonfon bexatarligidan olqib, boshqa applardagi faoliyatlarni kuzatadigan, uqtirishlarni tekshiradigan, shaxsiy uchurlarni o'qib, tangshaklarni o'zgartiradigan. Pinduoduo bizdagi o'xshamagan mahsulotlar balki atalmish Xinjiangda ishlab chiqarilgan yoki atalmish Xinjiangdagi do'konlar bilan bog'lanishliq bo'lishi mumkin degan. $800 tuvan mahsulotlar tekshirishning sirtida qoladi ekan. Xitoy shirkatlari bu mahsulotlarni xaridorlarga Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining cheklamasiga uchramay sotadi ekan. Ba'zilar bu avtonomiya sepsatisini bekla oddiy qarashlar bilan jiddiyga olmasdan ketyotidi. Bu xil umidsizlik takrorlanaversa, xalqimizning yoshirin engi butunlay mana shu ayrilolmaslik bilan bichimlandi. Bu xuddi qonga singan shakldagi talqin qilish bo'lib, Xitoylarning bizni mangulik voz kechtirish yo'lida elib berayotgan psixologik buzg'unchilik planiga mos keladi. Xitoylarning o'z mamlakatini Jungo degani markaziy davlat ma'nosida bo'lgani uchun asrlar davomida tug'ilib kelayotgan Xitoy nasllarida o'zlarini dunyoning markazi hisoblaydigan, atrofdagilarni o'zlarining beqindisi deb tunish psixologiyasini yetishtirgan bo'lib, bu tug'ma mijoz Xitoylarning tug'ma kengaymichi milliy xarakterini belgilagan. Ana shu bir atalg'u paydo qilayotgan kollektiv yoshirin ongni ko'rib turyapmiz. Mana shu o'rnakka o'xshash doimiy takrorlangan avtonomiya shuarimi bizning kishilarimizda mangu beqindilik, boshqalar tarafidan boshqarilish psixikasi, to'g'risi qulchilik psixikasi yetildirish uchun tayyorlangan Xitoy ro'yi buzg'unchilik planining bir qismi. G'ulom Osmon apandining 2018-yili 3-oyning 3-kuni yozgan Qo'rqinchli suiqasd nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.